Yozayotgan sovetskiy sverloli. Qani bitta ko'ringlar, aka. Voy, aka, gap bo'lishi mumkin emas. Odamlar mashina soat kolleksiya qilsa, siz sverlolarni kolleksiya qilib qo'yibsiz, aka. Bu nima? Bu ham uch burchli sverlomi, aka? Bu штангин sirkul, sovetskiy штангин sirkul. Voy, aka, lekin zo'r narsalarni kolleksiya qilibsiz. Aka, to'g'risini ayting, buni nimaga kolleksiya qilgansiz yo kelgan klientlarga bitta hadya qilaman deganmisiz, aka? Gap yo'q sizga, aka. Nechinchi yillik ekan bular? Bular 1991-yilgi ishlab chiqarilgan. Siz mustaqil bo'lishimizdan oldin olib kelib qo'yib, shuni hadya qilaman degan ekansizda. Sovetskiy narsalar har doim zo'r bo'lgan, zo'r narsalarni hadya uchun olib qo'yibdilar. Ko'rib turganlarda metallga ishlov beradigan mahsulotlar sotadigan do'konga kelganman. Sverlo deysizmi, rezo ochadigan, xullas hamma narsa metallga aloqador instrumentlarni liboyni topishingiz mumkin. Qaranglar, 05 dan boshlanadigan sverlolar ham bor. Noyob. Bu do'konning kontakt nomerini video tagida yozib qoldiramiz. Ma'lumot o'rnida foydalansanglar bo'ladi. Yoki metal bilan ishlaydigan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'ysanglar foydali bo'ladi. Sizlar bilan ta'minot pro. Hammaga rahmat.